Toshkent tumani Taraqqiy orientirimizni Botiratchi 4 sotuli xonadonimizda 3 xonadan iborat 85 ming dollar baholanadi. Gaz, suv, svet umuman muammosi. O'rtancha remont holatida batafsil video davomida sizlarga ko'rsatib beraman. Asosiy darvozaxonadan kiraverishga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yoqda keng katta hovlisini ko'rishimiz mumkin. O'rtaga zelyoniy zona qilib qo'yishgan ekan, mevali daraxtlarni ekib. Asosiy bino bo'ladigan bo'lsa, kuxnyamizni tagi podval qilib qo'yishgan ekan okalar. Bu yoqga yozgi dam olish uchun tapchani zonalar qilib qo'yishgan. Bu yoqga bemalol kelib qurilishi davom ettiraman desanglar ham bo'ladi okalar. To'g'rida bitta umumiy sanuzeli ham ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kiraverish shunaqa ho'l xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Chap qo'ldan ko'rsatib beradigan bo'lsam, bitta ayollarimiz uchun kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin. Ko'rasizlar, polностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan to'g'rida bitta umumiy sanuzeli ko'rishimiz mumkin. Akkuratniy holatda joylashgan bo'ladi. Kiraverish o'ng qo'lda bitta katta zal va ikkita ketma-ket yotoqxonalarimiz joylashgan bo'ladi. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Polностью Yevro remontda, svejiy remont bo'lib turibdi. Bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. Ikkinchi yotoqxonamizni ko'rishimiz mumkin.